İlahi tecelli kılkan bir muhitni berpa kılış arkalık dünya ve ahiretin bahtlarına gelişimiz lazım demekçi. Cihat veya niyet bağ iken, ondaqda cihatın aldan tayyorlik bo'lgan hicret ham mavjuddir demek. Bu cinayi kılmışlık karşı turşun ibaret, hakkani görüşün uzun yakacak aldı. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görgüçler. Yeni bir qatimliq uçuq söhbət proqramımızga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Qadrli qarindoshlar, bugun ham studiyamizga qimmatli mehmonimiz, hurmatli ustozimiz, hurmatli Abdulhakim Xon Maqsumovni taklif qildik. Qimmatli vaqtdan chiqib ketganlar uchun ko'p rahmat aytamiz. Ko'p rahmat aytmayman. Bugungi suhbatimizningki mavzusi bo'lsa, qadrli qarindoshlar, ya'ni hammanglarga ma'lum vatanimizda Xitoy tajovuzchilari elib berayotgan tashviqot hujumlari, yani bir tarafdan xalqimizga selayotgan ig'ir bostirish, yo'qotish, tutish, o'ldirish buni selayotgan bo'lsa, yana bir tarafdan yani eng kuchli shaklda elib berayotgan xalqimizdan eng chet yoqilirgacha berib shu yerlarga o'yma-o'y kirib deganlik bu tashviqot faoliyatlarini zaharlash, dinidan ayirish, milliy urf-odatlardan ayirish hujumlarini qattiq elib berayotdi. Biz Xitoydan elib berayotgan shu Xitoy o'zi e'lon qilayotgan narsalarga asosan buning raddiya shaklda har xil programmalarni o'rlashtirib kelyapmiz. Bugun ham yana shu Xitoydan Abdubashirni ochilgan Xitoyning rezilliklarini bildirgan bu tashviqot hujumlaridan o'rnaklar bilan Xitoyning qanday shaklda o'zimizning millatidan bo'lgan bu g'alchilarni maydonga chiqarish orqali xalqimizning ichiga bularni tashviqot qilg'izib shu xalqning ingini yuyish, mingisini yuyish harakati elib berayotdi. Biz shu nuqtalarda inshaalloh to'xtalib o'tamiz. Hurmatli Maqsumovim, biz ham bu shu bugungi suhbatimizdan foydalanib, ya'ni shu Xitoy tajovuzchilarining elib berayotgan bu tashviqot hujumlaridan bir qancha misollar bilan oldi bilan bir filmlarni bir ko'rib o'tib, shu shaxslarningki elib berayotgan bu xalqning ingini yuyish, bu millatimizda undaq tushuncha, unda bo'lmagan narsani o'ydirma shaklda biz hozir filmni ko'rgandan keyin ham yaxshi tushunamiz. Shularni anglab o'tgandan keyin birdan javob berib o'tsak, qani marhamat filmni ko'rib o'taylik. Mehransa To'xti, El oblasti G'uljinoyasi Daryo yo'li boshqarmasi Adliya o'rnining boshlig'i. Zamonaviy madaniyatni yetakchi qilib, an'anaviy madaniyatga varislik qilaylik. Men mushularning bir ko'nglidagi zodi jilbab kiyishning sababini bir uqib baqaychi degan niyatda. Gerçi qattiq radiyalarga uchirsam-mı, qattiq silkashlarga uchirsam-mı, bu niyatimda yonmay, ular bilan do'st bo'lishni qaror topdim. Ular bilan do'st bo'lish unchalik oson ish emas. Shuning bilan qanday qildim degan vaqtda bu so'g'illarda tamtirab tinab o'tdim. Taki uxlab, tushlik uyqusidan qinib chiqqacha, chochlarimning orasidan tam shundaq ta'lirim oqqacha men ashu bu so'g'ida o'tdim. O ta'sirlanib uyga meni taklif qildi. Chiroyli o'tirib paranglashdik. Shuningla men paranglashgan vaqtimda hergiz "Nemishga otisiz, nemishga otib oldingiz" desam bo'lmaydi. Men uningdan "Nima qiyinchiligingiz bor? Nimalarga muhtojsiz? Biz nima qilib bersak bo'ladi" degan asosda uning ko'nglini utmoqchi bo'ldim. Partiya hukumatimizning illiqligini shuningga yetkazmoqchi bo'ldim. Chunki biz davomli shu yaxshi odamlarga yetkazsak, ola qilib qolsa, ular nada yog'ango, nada partiya hukumatning bunda illiqligi bor deb his qilolmaydi, bilinmaydi. Biz ayardamni qilaverib, mala qilib qolgan ekan, ilqinaq bir xil qarshilashish ideyasida bo'lib qoldi. Shuning uchun to'xtab turaman, shularga mikro muhabbat yetkazishni asos qilaychi deb turib, bular bilan mungdashdim. Mungdashgan vaqtimda turli tuman fikrlarga, hatto ko'ngilli so'zlarga erishdim. Bular nima dedi degan chaqda, dastlabda aylarimizning majburlashi bilan tangdim dedi. Yana ba'zilari qaynatamning majburlashi bilan tangdim dedi. Yana ba'zilari atrofimdagi muhitning ta'siriga uchrab, ya'ni choy o'ynayotgan bir to'p xotinlar bo'lgan bo'lsa, shu xotinlarning hamsi ro'pash bo'lib o'rilib ketgan bo'lsa, bu bechora kiymagan bo'lsa, pagada qolgan. Yegonalik bechoralik his qilib qolganlik uchun to'xtab turay, men kiyay deb kidim. Cinimede yazları qattiq kiyim yo'q, mishallarim qat pichilib ketdi deb ko'z tutib qo'ydi, beldan bo'lib ketdi qar kiyimda. Chunki havo o'tmagachga ko'ngildagi so'zlarni ana o'shundaq menga deb beraverdi.
Lekin mesele undaq emas, undaq asan emas yoldaşlar. Aqida yanılı bir qarqol, yani dini asabi kuchlarniki qoymaq turishi mana men deb chiqib turadi. Şunun bilan men o'zimniki yerlik ona tillarim, yapılaq tillarim, zag'irlashgan tillarim bilan tushuntirib, bir qismlarni ayvashga keltirdim, o'zgartdim. Üçüncü qadamda qanday qildim degan vaqtda men mushular bilan muңdushish jarayonida bularning noyitimi bechorligini his qilib qoldim. Chunki bu ayollar bir quduq ichidagi paqqoga o'xshaydigan ayollar ekan. Sirt bilan aloqasi butunlay uzilgan. Shuning bilan o'zimizning munosabatli rahbarlarga deb bir manbo topdim. Manbo tepib bu ayollarni shu manboga selib, shuning bilan bizningki taraqqiy qilgan. Biz uchun bu hozir poyezdlarni aytdim bir oddiy ish bo'ldi. Lekin ular poyezdni o'tirish emas, hatto ko'rapmi baxmagan ayollar. Appadım. Apırıp şeylerini gösterdim. Tez süratli taşılarımızı gösterdik. Bizdeki terakkime şu İle Darya boylarını gösterip kıganken şulap kaldı. Şuna ola bulunu etonoç koçumuzda bir aşkana vattı langmen okşaydıgan. Bir de langmen bolsun eprey buluğu dep şuna ola ekilip o langmenini ilip yavatkan jarayanda 35-36 yaşlık bir ayal andak ya tutup miş jığlavadı. Şuna ola aldığı vardı. Nem buldunuz han? Nemi jığlaysın? Kopapla istip jığlap gitti köpçülük. Naq maydanda jığlap ketdi. Bu köptürme yoki yo'qotib tavatgan gaplar emas, haqiqiy amaliyat. O'zim ko'rgan, o'zim yo'liqqa ishlar. Jığlap ketgandan nima bo'ldingiz deb so'rsam, "Hada, men mushu 35-30 yosh, 6 yosh kirgichi bo'lgan oraliqda G'uljining bunda go'zalligini, mushundaq taraqqiy qilganligini men bir tal bilmabdim-a. Jon mushu o'xshaydi deb shu oilamdan yashapman, ko'mabman. Hada, meningmi ishligim bor, sirtlarga chiqib meningmi pul topqim bor, oilamning yukini yiliklatkim bor. Siz meni shundaq kurslarga avatding. Mana yog'lig'imni kaynimdan chiqsam, hukumat bir nima demaydigandi deb ashadili soldi. Mana bu men erishgan natija. Men nihoyatim xush bo'ldim. Nihoyatim faxrlandim. Chunki bir odam bo'lsa men o'zgartirdim. Mana ko'pchilik. Chunki G'uljilikni jig'lan qilgan deb qolmanglar. Bizning beshimizdan o'tgan ishlar nurg'un. Men cho'ng ko'rik asos ijtimoiy rayon deganni bilasizlar. G'uljininki eng murakkab, mana bizning akamiz bo'lgan turgan o'rin, nihoyat murakkab bir o'rin. Bu o'rinda aydismi bor, soqol qo'ygan, jilbab kiygan, hatto mush ahmoq xodimlar nihoyat ko'p, nihoyat bir murakkab o'rin. Men mana mushundaq o'rinda oldin qisab turib ishlaydigan bir asos qatlam kadri. Shuning uchun men shundaq o'rinda mana mushundaq bir tal bir xonimni o'zim mushundaq usullarim bilan o'ngshalganligim uchun bir xil taxirlanib, bir xil odig'im chiqdi. Hali qilang men menga bak tetib ketdi ko'pchilik. Haqiqatan shundaq bo'ldi. Chunki bizningki ayollarimizni, bizning adiblarimiz shundaq safahatlik tillar bilan shundaq esil tarbiyalangan. Ya'ni ayollarimiz bir qo'limizda beshikni tavratsak, bir qo'limizda dunyoni tavratlaymiz. Ona degan oilda xotin bir mehribon ona shundaqli ustozdir. Yana shundaq onalarimiz nima deb aytdi desanglar, bir kichik bola, nodon kichik bola, bir aqlsiz, bilimsiz bir onaning qo'lida tarbiyalansa, kichikligida odatlangan nachar odatni cho'ng bo'lgan tuzumga bek tasdir. Agarda bilimlik, axloqli onaning qo'lida tarbiyalangan bola bilim va axloqli kamolatga yetib, uning cho'ng bo'lganda cho'ng ishlarni qilmoqimi shunchalik osondir deb ta'sir. Qadrli qarindoshlar, ya'ni ko'rib o'tdik, hurmatli Mahsum aka. Bu aloqalashlarni ko'rib o'tdik. O'tganda biz bu Abduqodir akam bilan suhbat o'tkazgandimi, buningki filmini qo'ygandimi, televizion ko'rguvchilarimizning haqiqatan jiddiy shaklda bularga qarshi ig'ir inkaslarni aytib ko'p inkas kelyotdi. Bu so'zlarning beshidan zaten shu qarindoshlarimizni, hamshirlarimizni ayiblaydigan toki beshidan so'zning beshida toki uxlab tushlik uyqusini uyg'onib chiqishi deb, ya'ni musulmonlarni bu diniy tabiqadagi kishilarni, dindor kishilarni hammasini xuddi uxlaydigan bunday o'rin tabiqadagi kishilar ekanligini so'zlab, yaxshi odamlarga yetkazib olsak bular qilib qolsa deb, masalan, ularni yomonga chiqarib degandek shu quduqchilik paqa noyati nodon kishilarga u bu deb haqoratlarni yog'diryapti. Buni anglab o'tlar. Ama shunga biroz fikrlarni bergan bo'lsa. A'udzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh.
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Biz yukarıda filmde G'o'ljining bir mahalliy tashviqot markazining mas'uli bo'lib ishlayotgan Mehriniso To'xti degan bir ayolninki tashviqot haqida so'zlayotgan so'zi, fikri, ko'z qarashi, uning amaliy harakatini ko'rib o'tdik. Biz buningdan bir qancha jihatdagi masalalarni oydinlashtirishda yaman muhim foydaliq. Buning fikri. Bu ayol o'zining harakat fikrlarini ifodalashi, ko'z qarashi qaraganda bu ayol kichigidan boshlab kommunistning maktabida o'qish jarayonida tamoman aqli bulg'anib ketdik. Bizlar bu turklar mingisi jubutildi deb qo'ydi. Ammo bizning uyg'urchada ishlatilmaydi siz. Tamoman aqli bulg'ab etilganda. To'g'ri. Kichigidan tortib maktabda o'qigandan boshlab aqli tamoman bulg'ab etilganda. O'zim buning harakat qilayotgan tirishchanlik, fidokorlikni o'zi qobiliyatga ayol. Qo'lini ish keltirgan ayol. Ammo bu kichigidan boshlab mukammal bir islomiy soda tarbiyalangan fursatga erishmabdi-da. Fursatga erishmay, uning aksincha mushuning Alloh tarafdan berilgan qobiliyatni Allohning dushmani, buning o'zining dushmani, insoniyatning dushmani bo'lgan insonlar tamoman minasini zaharlab, aqlini bulg'ab yetishtiribdi-da. Bunda deydi sebab bu hozir qadar yeshi 30-40 bir ayol bu. Hozirg'ishlik haqiqat degan nima, botil degan nima. Do'st kim, dushman kim? Buni bilinmabdi-da. Ajoyib ishilishlik ahvol. Shu qadar sezgir, qobiliyatli chiqibdi-da. Gapsiz. Shunda o'tirib, hozirgacha haqning nima ekanligini, botilning nima ekanligini, do'stning kim ekanligini, düşmanning kim ekanligini tamoman bilmaydigan bu. Buning sabab nima? Bu kichigidan boshlab o'zimizning milliy urf-odat tarbiyasi, oila tarbiyasi, e'tiqod tarbiyasi qatorliq hech qanday tarbiyani berish imkoniyati bo'lmag'achqa, bular bizning vatanning shimol tarafida ahvol yomon ig'ir, ko'p degan xalq bunday tarbiyalangan fursatga erishmay keraklik. Bu ayındak bir fırsat girişemeyken bunun da kabiliyet tamamen iblis ve iblis'in leşkerlerine okşaş bir adam olup yetişip çıkışık apırıp da bunu. Buna ile qarab baksak bunun da bir kanca hinçki nokta var. Birim kişinin başta birim sağlam bir aile terbiyesi girişmekti. Dini için tutkan fırsatga asla erişmekti bu. Erişmeyi tamamen komünistik sistem, Xitay Komünist Partisi teşvik gelgen batil, küfrim, insaniyetke zıt şu kılmışını tamamen doğru deyip yaptı o. Onu sen hata deyip bilip, sel qarab, onun mayılıp kılış o ayrı mesele. Bunun akıda vatkan hareket kısmeti qaraganda işçinin köynep mandayı saçlık vatıdan aş batılının tamamen doğru deyip. Bu seni Allah yaratgan dursa, çünkü ola kabiliyet nimetini bese, Allah bergen bütün nimetin paylanıp durup, sen hala muşkün kadar Rabbini tanımasan, Rabbini tanımaya ıslık bilen birgen, sen Allah'ın peygamberinin talimatı, buyruğu tamamen karşı halette yaşap kelsen, sen özen karşı yaşayıp bunu kanaat kılmayın, başkalarını tamamen azdırışın vücudundan verilip hizmet işlesen. Bu ne ya bu? Bu ne geldik bu? Bu bütün vücudundan verilip şu batılga, özü batılı kabul kıptı. Mesela ayollarning fakat hicaplanish meselesi. Yani bu ayollarning hicaplanish meselesi
Kitabullah sünnet Resulullah deb bekitilgan farz ibodatning birisi. Hijob masalasi farz bo'lgan ibodatning birisi. Bu farzni tark etish harom. İnkar qilish uchun kufr. İnkar qilib qolmay takrar masxara qilib mo'yndoqmi qilindigan deb şu farzni ihyo qilishni tamamen vazı geçtirib onundan ağrı ötüşü tirişirdik. Bu tamamen iblisinin işemdi bu. Tamam. İblis de iblisinin ki leşkerlerinin işi de tamamen bunun ma kılmışlılığı gören ayol sürttü. Ayolının şeklindeki iblis. Değişik doğru geldi değil mi buna? Bunun muşalga kep koştu kim? Baş cevapkar kim? Xitay komünist tecavüzçileri. Hem de Xitay tecavüzçileri muşunçola terbiyeni tutkan fırsattan mahrum koyup aklını bulgap kemegen bolsam belki normal insan bulup terbiyeni kılışı mümkün. Belki biraz yaxşı terbiyelengen bolsam aş kabiliyetini iş kısıp kişilerini Allah'a itaat kılışkan dünya ve ahiretinin bəxtini kol keltirişke teşvik kıltıkan İslam'ın hadimi, öz milletinin hadimi olup terbiyeni kılışı mümkün. Hazır çok. Bizden aşında kabiliyetlik sınırlarımız, kırındaşlarımız değil mi? Tamamen batılığa hizmet kıldıgan, hak olan batılını arayamaydıkan bir anga kep koyaklık. Kim kıldı bunu? Xitay tecavüzçileri. Okutkan hiç kandak bir mektep, hiç kandak nesi yok. Hiç kandak nesi. Tamamen birinci sekka kelgenden başlap İslam'a karşı talimatı verirdik. İslam'a karşı bunun muşhaletten bütün vücuduyla berilip işiden çıkarıp küfrüge hizmet kıldık. Bu ayollarını din hicabını saldı bitiş bir şeytanın işi. İkinciden şeytanlaşıp ketken ikim şeytanlaşkan insanların işi. Bu şeytanlaşkan ikiminin beşli komünist. Bu bak. İslam ola bütün dinlere karşı. Yaratkan Rabbine karşı. Bunun kılvatkan hareketim tamamen şu komünist sistemine hizmet kılış. Şunu müstehkim. İslam'a tamamen karşı duruş. Mandağımda. Biz bunundan Xitay bizning xalqimizga ne kadar babalık geldik. Bizge umumizdik. Bu bir misal. Bu neçe minglığın ayallanışı bir ayal. Neçe minglığın bir xalq. Hemmeylerini aynı veyran qatdı eken gepti. Bunu oqtığı kelgende bizning üstümüzdeki mesuliyetin ne kadar eğirliğini. Bizning xalqimizning mutlaq köp qismi to'g'ri bir da'vatning yetmaganligi. Tek haqqini tanımaganligi, tamamen cahiliyet devri yaşavatganligi. Bunu görüp alayımız ya. Çünkü bu İslami hayatını yaşamaslıkı kanaat kılmayım. Başkalarını İslami hayatını yaşamaslıkı hizmet işlevatıdı. Bu Uygur sözdeydi o. Uygur'un kızı. İsmi karanı Mehrenisa. Belki mali cemaatim normal kişildim bolsa hiç şöyle kısım koyaptı. Bunda durup bütün vücudunu çıkarıp küfür işlevatıdı. Belki bu aşınca ola vücudunu çıkarıp küfür işlesem İslam'a emel kılmaganlığı bir cinayet olsa başkalarını İslam'dan azdırışkı hizmet kıl tüpeyleden tekrar küfre kirip gitip kaldı. Bunu bilmesi gerek bu hamda. Belki özünden sorasam ben Müslüman deyişim mümkün. Ben özünden sorap kalsam ben Müslüman deyişim mümkün. Bizim halkımız manda Müslüman bu kırılık. İsmi Müslüman. Müslümanın püştüdüğünü töreleglik. Ama can cehli bilen küfre hizmet kılılık. İslam'a karşı duruluk. Bu acayip edenin uygusaltıklı meselelerine. Bunun biz Xitay tecavüzçilerinin umumimizi halkımızı ne kadar iğir babanıyıp diye geldik. Bunun bir minutimiz burun tutulmasak umumimizi halkına ayında an gelip dünya ve ahiretinin bəxtinden tamamen mehrum kalıdıkan bir sahaya yüzünü batkanlığı. Bunu görüyorlarımız. Yani münasibetle biz
Her kandak meselenin ki icabi, selbi tarafiga anlık qarash lazım. Yani bizning xalqimizda için ma'lum miqdorda mayli xonim qizlardan bo'lsin, mayli erlardan bo'lsin, dinni tushungan ma'lum bir diniy tarbiya fursatiga erishgan. İslamga xizmat qilaman da'vatgan qarindoshlar bor. Mush sadiq qarindoshlar ma ayolning ma so'zini bir ko'rishi lozim. Ko'rib, mushum o'zining xato tushunchasi bo'yicha o'z tanlab mangan kommunist yo'lish kupriga qanchalik tirishchanlik, ixlos bilan fidokorlik bilan xizmat qilibdi. Biz Allohning dinini a'lo qilish uchun xizmat qilgan turib, haqni to'nigan turib, biz shu yo'lda mangsak dünya ve ahirette baxt giriştikkanligimiz kat Allah'ın ecretkan turup biz ne qilamiz? Bu xotun aşk qilmishi ko'ram kompartiydan yaxshi kompartiya xizmat qildim degandan boshqa hech qanday natijaga erishmaydi. Dunyo va oxiratda hech qanday ajr biladi. Hech qanday natijaga erishmayotgan turib kompartiyaning oldida yaxshi bo'laman deb bu qadar tirishchilik qilibdi. Yendin pul xajlab ayollarni to'plab olib mehmon qilibdi. Yendin pul xajlab ayollarni sayohat qilg'izibdi. Ayollarning ishkining oldidan soatlar saqlab tushirish uchun. Balkim magapni rosti. Mushu bir botilga, kufrga mushunchalar kuchab xizmat qiladi. Botilga biz nima uchun ahli haq turib, haqni to'nigan turib, bu haqqa bundan kuchab xizmat qilmaymiz. Her bir mümin Müslümanın uyg'usadı mesele. Nima uchun bu kufrning yo'lida turganlar, kufrni tanlaganlar bu kadar fidokorlik bilan tirishib, o'zi tanlab atgan kufrga xizmat qiladi. Bizning İslami sahada yaşayotgan, İslamni tushungan qarindoshlarimiz ayında tirishib xizmat qilsam, birga 10, yuqori 700 hassa ortiq savob berdi qolgan biladi ya. Senin kulağında bir adamın hidayet dep qağanlıqı dünya ve dünyanın bütün nersinin senin mülkün boğandın afzal degan hadisi var. Muşuncular çoğun vədiler verilgen durup, aşıncular katta dünyada mı mükafat eriştikan durup, neyim için ehli hak dep tanılgan qarindoshlar bunda fidokorlik göstermeymiz. Bu mesele hakkında muşunun özü tanlagan yoluğa hizmet qilish ruhidan boshqalar bilishi lazım. Bu batılga büncide hizmet qilayotgan ekan, haq yo'lni tanlaganlar neticesi artıq hizmet qilish lazım bo'ladi. Ayolni qarang, gap qilib o'tib, yig'lab ketishleri de ham. Shu ayollarning ishida 20-30 ayol bir ayolni azdırıptı. Bir ayolni azdıralığılık uchun nayt faxrinib, hayajonlanib yig'lab ketdi o. Qeshiga kelib sen bir ayolni azdırırsa sen nime netice giriştin, sen nime faydası oldu qarab tur demdi. Bizden konu bir adam hidayet edip kalsın, bütün dünya benim mülküm boğandın artık netice girişim ben. Cennet Allah'ımdan mükafat ederimiz. Bizden moşuncu ola çok mükafatlığı vədi kılgan durup, ehli hakkın üstü duallarının yolu, şimdi hakkaniyet doğru durup, dağdam yol durup, ama hizmet kılışı ruh degende, İğri ahval görleklik. İğri ahval. Sen hak dep bilgen yoldan bütün vücudunun şu prensip tutursam emel kılısı bulunga. Hem başkalarının ayında künüp yetekli bilirsin. Evet kılısı. Muş meseleye gelgende İslami davet, İslami talim, terbiye, İslami hizmet sahası durup atkallar bunu turup kürep düşense numus kılıç geçtik ahvalda. Nime için muşu yalang'och xotin bir botilga bu kadar köynep xizmat qiladi. Biz haq deb turayotgan dinga nima ish bunda fidokorlik xizmat qilmaymiz. Bu ajoyib bir masala. Endi bu botilning ustida bo'lgandan keyin ba'zan gapirishi tabiiy masala. Bir necha masaladan gap mubolag'a qilaman deb yolg'on gap qildi endi bu. Bu deydiki hijoblangan ayolining bo'yonliq kirlishib, talab kat kesip demiş. Bu küçük bana üşenmeydik bir kazzaplık yalgancılık hem de. İslam dünyası Müslüman ayarlarının kim? Dini düşüngen ayarlarının 71 sentin artık
Ayna hicabınız 70%'den artık. Bazı rayında bütün tamamı azanı yügeydemdi. Asasen Müslüman buluş için bu yollara bir tuluk yürüyüşü lazım zaten. Biz bu şu vakit kadar ben 50 yaşlaştım az 53 girdim. İslam dünyasında nurgun devletlerini köregidik. İnsanlar cemiyetten. Bu halkı şüp kalgan insan uçurmaydı ya. Sen nerede gördün ha bana? Bu golcı diye şavatkan nasıl yok? Golcı halkken ailevi beden kuruşunun pakizlik reddlik cihetini başka yerde yukarıtırdı. Zaten şimal tarafı golcının halkının medeni seviyesi başka yerde yukarıtırdı şu an. Pakizlik macet biraz İslam'da uzak kalkanlarımın pakizlik cihetini yakşı. Mandan tırvatkan bir an golcının şer yaşanatı onu izlemez. Golcının şer yaşavatkan bir hicaplangan kızın kim bedeni kesip kandırıcı bunda kirvesip gidişim bu mümkün olmaydıgan narsa kap kızıl yalğanı deydi de hem de. Hem onu sayım bu hicaptın hava öteşme yaman kıyın ahval kap demiş. Allah Allah onda olsun havan tosma uçuk tutkanlar hemen rahat yaşayırken de işek başka hayvanla işte kemiği kılan durdu hem de şöyle bir rahat deyken de bunun tesavvürünü uç karakanda. Sen onda olsun kuşağını tamamen yalan uçsan olurken rahat yaşayırken işek okula okşaş. Ama insanlar işimizde cemiyetin başında məlum bir evret olan azaları yügep gereklik. Kolun girişi. Onun hakkını düşengen hakikat gören aklı seviyesi iş bir işlem məlum kimki hicap işini ünürdük. İşte cemiyetin başla. Fakat bedeni yügemet kala hayvanla hem de. Bu gepli şuraya gelken de hem de hayvan buluş lazım deydi hem de bu. Tamam. Bunu gibi hoca etkanda. Hem ayarlanır mısın? Golcunun şerri yaşavatı Golcu deryasının boyuna verip bakmagallık. Bu anda gazzaplıklandı. O goya bu ayarlan şu hotlunun ifadesi boyunca bu yarışar yaşamay yayının tiki yaşap ya köh kaptın kalkanızda göksünde bu bir gazzaplık hem de bu. Tamamen yalgancılık. Aslında şu hicaplangan ayarlama tamamen bunun medeni seviyesi ger dinde okumagan bolsam pakizlik her kasiyetli muşhotunga ustaz oltkan milyonluğan ayarlamak ki. Tabii. Bunun tasavvuru boyunca haklı düşengen hicaplangan ayarlam ansız, medeniyetsiz, meynetmen davranığı geldi de. Doğru. Tamamen töhmet o. Kezzap yalgancı. Bunda gepe hakikati işenmez lazım ama bunun kişiden az duruştu mahareti, fidakarlığı bunun qarab hak üstü durvatkan hakkını tonu kallan biz bir ayalını olsamam kim gitkan kısak birini olsamam İslami hayat yaşatkan kısak bir insanı olsamam Allah'ın dinigan hizmet kıldıgan öz halkının zulümden kurtuluşunu hizmet kıldıgan anga kelsek biz kat ecir otkan bolgandan bunun terişimiz lazım ki biz nima uchun mushuncha bola zulm tartayotgan durup biz yer şarini yo'qolib ketish oldida turyapmiz. Biz islomiy hayotni tamamen ayrılıp qilish orqali oxiratning ne'matini jannatni tamamen mahrum qilish oldida turyapmiz. Bunda bo'lgandan keyin biz jiddiy shaklda bu dunyodagi mavjudiyatimizni saqlab qolishimiz lazım. Ahiretteki cennetini ibaret vaktini kolu keltirişimiz lazım. Bunun birden bir yolu teşvikat kattık ehemmiyet bir iş arkalık biz kişilerin ciddi bir şekilde kutkuz verişimiz lazım diyen dersli iş kırış lazım. Daim bütün radyo, televizyon, internet hemen bugünün kolda bugünün şunda durup karanlığa. Bunda öz halkımızın insanlarını terbiyelep muşunun ağzal rahim sözlüğüne serip başkalarına azdırıp yürüdü. Tamam. Onun bütün teşvikat vasıtı, gezet, jurnal, radyo, televizyon, bütün teşvikat vasıtları kolda batırıp bunun hemesi zaten insanı kafir kılış için. Allah'ın dostluğu düşman buluş, düşmanı dostluğu için nispetladı buna. Onu toxtamayın. Bunda öz halkımızın törelgen insanlarını bunda azdırıp bunun kabiliyetini paylanıp
insonlarni ozdan uy kirib beradi bu. Tamam. Uylarga kirib demdi. Biz nima uchun uylarga da'vat qilmaymiz? Endi bu masalaga kelganda biz mushunga o'xshatgan ozun ayollarning bo'lsa, yaqin munosabat o'rnatib, haqsiz to'g'rilama xizmat ishlab, mush qobiliyatni Allah'ning diniga xizmat qilishga, haqqoniyatga xizmat qilishga, ishlatishga yordam qilish lozim. Bu miskin. Odamning ishi og'riydi. Sen mushuncha bo'la bir kufriy sistemni qo'llab turib, uningda yashab ketaverib, boshqalarni kafir qilish uchun hech kimimiz dindan chiqarib ma'lum odam fosiqlashtirish uchun xizmat qilib nimaga erishmoqchi ekan? Buni qutqizib olishga, yordam qilishga tirishchilik qilish lozim. Endi masalan payg'ambarimizning hadisi bor. Bir inson bir fosiq maqtalsam Allah'ning arshi titraydi. Allah g'azab qiladi deb. Fosiq maqtalsa. Ko'rdingmi gapini? Bu fosiq emas, eng ashaddiy kafir kommunist hamda. Eng ashaddiy kafir bo'lgan kommunistni shunda og'ziga tegmay maqtaydi-da. Biz kompartiyani qilmadi, buni qilmadi. Shu kompartiya ikki turli ishni qilmadi. Biri butun xalqimizning tamoman haqdan mahrum qilib, haqqoniyat bo'lgan islom dinini o'rganishni davom etib kafir qilmadi, kafir qildi. İkinciden Mujziminning xalqi bo'lgan yerlik musulmonlarni tamoman yer sharidan yo'q qilish uchun derishadi da. Kommunist partiyaning qilmagan ishi bu. Xalqimizni tamoman kafir qilish, yer sharini yo'q qilib o'tish. Hey, bu sening xalqingni yer sharini tamoman yo'q qilib o'tishga tirishayotgan, tamoman kafir qilish uchun tirishayotgan bir istibdod zo'ravon kuchni maqtaysana. Mushkun inson nomus qiladi. Normal bir inson o'z xalqiga bunday ashaddiy dushmanlikdan dushmanni saskiradigan qo'lni yo'q chiqtirishidi. Sen uningdan saskiratgan ish yo'q. Uni yo'q tish uchun uning zulmidan qilgan harakat yo'q. Uning aksincha normal bir kishi yashab qolsang bir gap boshqa. Og'zingga tegmay maqtaysana. Insonmi bu? Bu birisi bo'lmasa, az yashayotgandikin kompartiyaning nima qilayotganligini, mushuncha bilan butun xalqingni dindan arib tamoman kafir qilish orqali haqiqiy bir azobga, mangulik bir azob yetaklayotgan, seni yer sharidan tamoman yo'q qilib o'tishga tirishayotgan bir kuchni qanday maqtaysana? İnsanmısan? Dünyada qarab baqayli, kafir. Kafir, Buddist yaşayotgan nurg'un minnatli var. Öz xalqiga ko'nidi shu. Öz xalqiga dushmanlik qilayotgan insonni dushman deb biladi. Bu shu. Öz xalqiga shunchalar cho'ng suiqasd qilayotgan ashaddiy dushmanni dadisda maqtagandek maqtaydi ya. Ajoyib ichinishli ahvolimdi bu. Shu mushkildagi masalada biz biri hushyorlikni oshirish, fidokorlikni oshirishimiz lozim. Ciddi bir şekilde xalqimizni qutqizishtirishimiz lozim. Agar bunda ketaversa en qisqa zamonda nurg'un xalqimiz dindan ayrilib qilish bilan birga oxiratning baxtidan mahrum qolib qolsa, hozirgi o'zining insoniy mavjudiyatni mahrum qilish orqali ma xalqning nasli uzib qolgan. Biz en tez fursatdan o'zimizni bu zolim tajovuzdan qutqazmasak bo'lmaydi ekan. O'zimizni qutqazishga bir kun bo'lsam burun oldirishimiz lozim ekan. Buni qilish uchun eng muhim xizmatning biri tashviqot ekan. Buni ahli kufr shunchalar imkon qo'lda botir olishni qayerda? Biz nurg'un da'vatchilarni tarbiyalab yetishtirib, jiddiy bir shaklda da'vat xizmati o'tish, shuning bilan birga mayli radio, televizor bo'lsin, mayli gazet, jurnal bo'lsin, mayli boshqa kitob tashviqot varaqlari olsun. Bu saadımın ixtisosli kishilarni yetishtirib, ciddi bir şekilde başka xizmatlarga ko'ngil bo'lish bilan birga tashviqot xizmatiga alohida ko'ngil bo'lish lozimkan degan bu darsni chiqarishimiz lozim. Bu haqda izlanish kerak. Bo'lmay qolib qolsa, bizning ahvolimizningki ne kadar xatarli, tahlikali ekanligi ko'rinib turadi. Rahmat Mahsumka, yani güzel bir geçip böyle mavzuni.
Endi müşahede bir ötken qatam şu Abdülkadir Ankam bilan söhbet ötküzgəndə kim bularning nimasini, hem bularning sözlerini Facebook'la, ijtimoiy ushur aloqa vositalarga qo'ygan ekan, to'g'rimizdan bo'lgan ekan. Buni aytib ko'pligan inkas yig'iyotdi hozirgacha. İnkaslarning ko'pinchisi bularni aytib ig'ir haqoratlab, tillab, la'nat olsun, cehenneme kirib ketsin. Uning keyindan şu gülüdüğanda şu bekşi şu dünyadan qattiq bir içine çıkıp bir şekilde ölüş gerek, bazıları öldürülüş gerek degandek nurgun inkaslar vardı. Hem bazıları bu şekilde biz ularning o'rniga tushib bunda haqorat etsak bo'lmaydi bularni degan inkaslar var. Bu bularni haqoratlagan shekildagi inkaslarningki qamlashmaganligini bildirgan to'g'riliq. Ammo shularga bu qanday shaklda mush turdagi bunday insonlar ko'p mana tashviqot qilayotgan. Qanday shaklda muomala qilish kerak? Men çoğanda yuqori deganda bular oilada mush qanday tarbiyalangan fursatga erishilmaylik. Zaten jamiyatda islomiy ruh bilan, islomiy ong bilan tarbiyalangan fursat zaten yo'q. Bu tarbiyalanish fursatiga egalanmay tamamen düşmanning qaymoqtirish, düşmanning aqlini bulg'ashdan iborat bu vabolga qap qiliqlar hamda. Xo'sh. Bunda o'g'adagin mushkildagi insonlar qarta meningcha biz har bir ishga muomala qilish kelganda biz o'zimizning hissiyotimizga tayanib emas, payg'ambarning yo'lida mangishimiz lozim. Xo'sh. Payg'ambar qanday qiladi? Mushkildagi insonlar qarta payg'ambar alayhisalom og'izni buzib, satlab bilan tillash, buni har xil qag'ab duoibat qilish, bunda shuni qilganmi? Ya mush insonlar har xil vositadan yiqilishib, bularni tarbiyalab, iddisini o'ngshab, islomga xizmat qildirishga tirishganmi? Buning qarash lozim. Am payg'ambarning umumiy hayotiy faoliyatiga qarab baqsak, payg'ambar alayhisalom asosan bosh xil turdagi insonlarga qarta sabırcanlık bilan, köyüncanlık bilan muşularni şu xato yo'ldan tarbiyalab, qutqizib, İslam'a hizmet qiladigan, musulmonlarga hizmet qiladigan, o'z xalqiga hizmet qiladigan ruh bilan tarbiyalaylik. Payg'ambarning qilgani bu. Hatto payg'ambar islomga shundoq ig'ir aziyatlarni yetkazgan, o'zining kufrni chingtirish bilan birga ig'ir aziyatlarni yetkazgan Mekke müşrikleri hakkında mı? Bazı vakti Cibril Sam gelip ularni bastırıp ötüş hakkında. Eğer sen halısan Allah bunu bastırışga emir kıldı degendeki Peygamberimiz yok. Eğer buna hidayet tapmay kalsın bunun püştüdün bir Müslümanlar törlep kılıp Allah'a ibadet kıldıkkan bir yakşı adamın vücut kep kılışı mümkün. Allah helak batmasa saklanıp kalsın dedik. Biz manda bir mehri şefkat peygamberinin ümmeti biz. Onda oğadık biz şu peygamberge varis oluş için muşkil türdük insanlığa kartam biz kılıvatkan işi fevkullah deyir hata küfürge hizmet kılıvatkan bozumu bulan hakkını düşünüdüğün, hak terbiyelediğin fırsat erişemey aynı hata yolu kirip kalkan bu aşkım hatanı doğru kıldım de ben atkan bu aşkım olan bunu kısmen özgürlük hesaplap durup muşularını mümkün kadar terbiyelep, a kabiliyetini İslam'a hizmet kılışkan bir vaziyet şekillendirişke teriş lazım. Tekrar bulanı aş yoldan kutkuzubiliş, azgın hata yoldan İslam'a öz halkı hizmet kıldıkkan ruhka geliş, muş yeteklilik, muş arlı bulanın dünya ve ahiretinin bəxtige eriş için biz yardım kılımız, izçil bu hizmetle kılımız. Şunda kıp git verip, hakikaten tekrar şendirsin, şengel olmayın. Tamamı izçil, küfürde durup, bunu devamlaştırırken bir xil insanlar çıkışı mümkün. Tarihten çıkıp geledik. Undalığı kartan, tekrar siz köyensiniz mi, yetekli olmakçı olsunuz mu, unumay, hakkını kabul kılmay. Hakkını tamamen yetken durup, kabul kılmay. Yani izçil, İslam'ı zenkeşlik kılış, Müslümanlığı zenkeşlik kılış, İslam'a hakaret kılış. Ona okşaş. Öz halkının en eşeddi düşmanlığı hizmet kılış ibaret. Muş kılmıştım, katli cahilane davamlaştırıp tuvağalığa karta. Ahirette Allah'ın bir en katlı cezası var. En katlı ceza.
Dünyada mı Müslümanların ki kolu arkalık tegişli cezasını tadı demdi bu. Bu en ahirki hal. Asas kıltkan hizmet muşulanımı kutkuz bilip İslam'a hizmet kıltkan bir ruhka geliş lazım. İslam'a hizmet kıltkan ruh. Bizge peygamberinin öğrettiğini bu. İnsanlara köynüş, rahmi şefkat kılıp aşılanım dünya ve ahiretinin zulmü, kapılıktan kutkuzup dünya ve ahiretinin bəxti yetekleş peygamberinin kılgan hizmeti bu. Peygamberge varis olmak şu olan hakiki Müslümanlar bunu kılış lazım. Şimdi bu cihette ben çoğundan bir kabih lafızlar bilen hakaretler yüş bu münasip emez. İkinciden hani bulağı duaybet kılıp tamamen düşmeliş yutkanın ona tekrar hizmet işleyiş lazım. Bu vatanda uçuru şalaytkan başkalar sinemada yaxşı kabul ettiğin vakken sorunda jığlayıp qayadi jığlap külüp qayadi yaxşı ifade etkense ma kabul ettiğini şeytan okşaş ma şeytandan hizmeti ajratmay ma Rahman'ın hizmeti serap kıl bunu hakiki baxt gerisi dep hizmet işlep a yoldan kutkuzulup İslam'a hizmet kıldıkan bir ruh ekiliştiriş lazım. Kep kessem bu hizmetini kılan işte kıyındaşın daha çok ecir aladı. Bu özümü ecir ep kıladı hem de. Özüm bekleyip kıladı. Kemmey kap kalsam davet kıyındaşlarının geldiğinden perze davrandı. Ama bu dünya ahiretinin vabalen bunu kap kalmadı. Bizde mesela asas malum bir hatalık, malum sebepler tüpeyden kişilerge zerbe veriş. Bizden asas gayemiz bu emez. O hata kılı, hatası küçük, bazı cezası tartışı o ayrı mesele. Peygamberin yolu mangaldan mangaldan yolu insanlığını batıldan kutkuzuluş. Batıldan kutkuzuluş, halaketten kutkuzuluş, hakiki bəxti yetekleş. Vazifemiz bu. Bizim kılkan hizmet bu oluş lazım. Mesela müşrik İslam'da kınıtkan ibadet en katta en şerefli ibadet cihat. Hoş. Yani küfrüge karşı, zıravallığa karşı cini milli pidaklık uğraşkın iş. Şu cihattaki maksat ne? İnsanın kullukluğunu, harizalığını kutkuzuluş. Hoş. Onun maksat karşıları insanlarını öldürüleşemez. Doğru. Bana gep. Hakni hakim kılış. Hakkaniyetini özünün uğruna ekiliş. Muş hakkaniyetini, adaletini özünün uğruna ekiliş arkalık bütün insaniyetini. Bütün insaniyetini ha? Bunu bəxt geliştiriş. Hoş. İslam'daki gayi bu. Bundan bugün bunun kartla aşılanıp olsa yaxşı davet kılıp yoldan kutkuzulup İslam'a hizmet kılışımız lazım. وَلَنَا الزَّوَاهِرْ وَلِلَّهِ الْبَوَاتِنِ yani tashqi ko'rinishi qarab qilayotgan ish harakatiga yoki fe'liga shu so'zlayotgan so'zi qarab turib kufrlikqa bu kufrlik bu kafir bu deb hukm qilish. Masalan, aşıdan asla Qap Qizlik Komünist Partisi için işlep maqtayotgan ahvolları. Allah'ın farzini icap meseleleri. Xo'sh. Aş farzni o'zi qilmoqlik. Qilmay to'xtamay aql masxara qiliqlik hamdi. Xo'sh. Masxara qiliqlik. Başkalarını şu farzni terk etishga bütün jon jahlan tirishlik. Mush qilmishlik asosan buni hech qanday shakldan Müslüman değil olmaydı. Abi dikkat kıldıktan yani bir mühim nokta var hamdi. Bu hiç kim bilmey dedik ya. Hoş. Davet yetmey bilmey. Ayda mena qilib öz isimni Müslüman deb hisoblab, qilmishlarning ki kufri qilmish ekanligi, kufrga xizmat qilganligini tamamen bilmey. Men mushudagi payli ish qildim o degan аңды qilib vaqtda aş cehaletini Allah üzür deb qabul qilib onun İslam'ı kabul kılınıp kılış ihtimallı kamba. Çünkü bu iman meselesi insan bilen Allah'ın oturustik sır. İnsan bilen Allah'ın sır meselesi. Bunun akıl vakkan işlerim can cehle bilen İslam'a karşı küfre sebeplatkan muğaşkan yani bir İslam'ın şuarlıdığın bir şuar bir ibadet inkar kılış küfrendi sana. Bu inkar kılıp doktumay başkalarını mı inkar kılışka? Davatkan muğaşkan
Ma qilmishning zahiri qaraganda endi iymon islomni bog'lab qo'yishdan tutmaydi buningda. Xo'sh. Ammo Allohning rahmati kengri. Buning da'vat yetmaydi, to'g'ri tushgan. Bu haq da'vat buning yetmay, buning botil da'vati boshqalarga yetib mashg'ullayotgan bo'lsa, bu shaklda bilmay jaholatning tufaylidan o'zining qalbida Allohga ishonchisi bo'lib, endi jaholatning tufayli shunday qilib qolgan bo'lish ehtimolligi va bu %1% ehtimollik hamda. %1% ehtimol. Oldi bilan yetkazilish kerak deysizlar buni. Eng avval buningga yetkazilish lazım. Haq bu deb. Yetkazilgandan keyin yana mush qilmishi chin bo'lsam, vaqtda hech qanday shak yo'q, %100. Ammo aşı davetni yetkazmay tamamen paranglashmay turib buning bilan tamamlashib buning bütün qilmishini kufrning qilmishi kufrga xizmat qilganlik deyalamiz. O'zini hamda islomiy doiradan chiqarib etishga menimcha aldırmaslik lazım. Aldırmaslik lazım. Aşı 1% haqni bilmagan, davet yetmagan. Dindan mesela murtad bo'lgan insonni oldi bilan shu olimlar aytgan nima uchun bo'lganligini tekshiraydi-ku. Murtad bo'lgan deganda dastlabdan haqni tushunib islomga kirgan. To'g'ri. Haqni tushunib islomga kirgan. Tushunib kirib olib, kim islomni inmagan. Xo'sh. Ammo o'xshamaydi hamda. Boshni tushunmaydi hamda. Demakchi o'g'lim, ashunda bo'lgan murtad demamda. Eng avval tövbe qilish da'vat qilib beqib, tövbe qilish da'vat qilindi. Da'vat qilmagandan degan. Ha, ondan to'g'ri. Da'vat qabul qilinmaganda ondan jazolanish degan narsa bo'lganligi uchun bular balkim siz degandek %90% tushunmaganlik, da'vat yetmaganlik bo'lishi mumkin. Bu nuqtaga diqqat qilinsa, inkas yozuvchi qarindoshlarning biroz o'zini besvelib inkas berishi aldırmaslik lazım. Umid qilamiz. Rahmat, ko'pdan ko'p rahmatlar, yaxshi eshib bana, Allah razı olsun. Hurmatli qadrli qarindoshlar, shuna qilib bugungi bu suhbatimizda asli bir qancha bu mushundaq Xitoyga nihoyat jon dil bilan xizmat qilayotgan bularning so'zini hammasini tushuntirib, hammasini anglab berdi, javob bermoqchidik. Vaqt munosabati bilan mishada to'xtash kerak bo'ldi, chunki vaqt uzrab ketdi biroz vaqti. Yana bir qatim suhbatimizda inshaalloh buni yana anglab javob berib o'tamiz. Bugungi suhbatimiz mishada oxirlashsin. Inshaalloh kelar qatim suhbatimizni ko'rishga sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. İlahi tecelli kılkan bir muhitni berpa kılış arkalık dünya ve ahiretin bahtlarına girişimiz lazım demekçe. Cihat veya niyet bağıyken, ondaki cihatın aldan tayyorlik bo'lgan hicret hem mevcuttur demek. Bu cinayi kılmışlık karşı turuştu ibaret, hakkani görüşünü dünyaya kaldı.